Assalomu alaykum. Men ismim Sarus. Yoshim 30 to'rtta. Erga tekkanman. Eri ko'p ichib urardi. Uyizda halovat yo'q edi. Oxiri yerimdan ko'nglim qolib ketdi. Qaynatam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri yerim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Em pul tashlamasdi. Emni ukasi menga mehribon edi. Oylanmagan boydoq edi qaynukam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsanmi? Bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimni ukasi shundaylar shirin so'z edi. Ta'riflashga til ojiz. Hamma ishlarimga qarashib ketaverardi. O'gil bola bo'lsa ham. Oxiri erimni ukasini yoqtirib qoldim. U ham menga yaxshi ko'rib qolgandi. Yaqqol nigohlaridan bilib turardim. Kunlarni birida qaynukam kelin oyi zerikmayapsizmi deb namot tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi. Chunki er ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir yerimdan darak yo'q edi. Qaynuk ukam, kelin oyi siz bilan iliqlik kiramiz deb nagli aytdi. Shokka tushdim. Biroz nima deganingiz bu Dilshodbek deb aytdim. Lekin o'zimga yaqib ketgandi uniqligi. Yo'q kelin, oyi shunchaki sizni yaxshi ko'ribman. Aytolmay yurgandim. Keling, yaqinlik qilamiz deb taklif berdi. U qanday bo'lgan dedim. Ko'rasiz juda yaxshi bo'ladi, sizga yoqadi deb yana nam tashladi. So'ng kunlar o'tdi. Erim boshqasiga oylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyida poylab eshitib bo'ldim. Yiglab yubordim. Axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimni ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik somsalar olib kelardi. Kelini oyi sizga olib keldim. Ariqlab ketdingiz. Nima? Biror oilavingiz bormi? Dedi. Yo'q Dilshodbek, hammasi yaxshi dedim. Lekin bildirmadim. Asli ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi, chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimni ukasi yaxshi bola. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zo'milgani ketishdi. 5 kunga uyda erimni ukasi bilan qoldik. Katta